Bo'lmasa boya o'sha ota ona to'g'risida qo'shig'im bor. Buni aytmasam bo'lmaydi. Chunki sizlarga sabr tilayman. Chunki og'ir qo'shig'ini eshitish, ma'noli qo'shig'ini eshitish ham hammaga emas. Buni ustoz Ortiq aka ham boshida aytdilar. Iloyim shu quloqdagi suluh deydi, o'sha tanlab bilish ohangni, chiroyli ohangni tanlab bilish xususiyati sizlardan hech qachon yo'qolmasin. Men aytmoqchi bo'lganim, endi shu davrada ota-onamning bo'lishini juda ham xohlaganman. Shu dargohda. Endi hayot ekan bu. Shuning uchun ham konsertning nomi bu hayot. Vaqt soati kelib, hammamiz ham nima deydi? Topshirilamiz. Bu dunyo foniy dunyo. Shuning uchun ota-onamiz iloyim bizdan oldin hech qachon farzand dog'i bo'lmasin. Men endi ota-onamni ruhiga bag'ishlab agar ozgina xirgoyi qilmasam, bugun va o'zimni kechira olmayman deb o'ylayman. Umuman shu uchun bitta qo'shig'im bor. Toshpo'lat Ahmad so'zi bilan bog'boningdir, tayanchingdir, kuch-quvvatingdir degan qo'shiq ota-onaning tirikligida nima xizmati, nima himmati bo'lsa qilish kerak. Shu uchun iltimos shu qo'shiqqa bir chiroyli e'tibor bilan eshitsanglar, men shuni xohlardim. Iloyim ruhlari shod bo'lsin. Marhamat. Bu hayotta tiriksanmu onam degil, shodi g'amgin yuribsanmu otam degil. Bu hayotta tiriksanmu onam degil, shodi g'amgin yuribsanmu otam degil. Yaxshi yomon kunlarimga hamdam degil, ular bilsang tayanchingdir, posboningdir. Ular bilsang kuch quvvating, darmoningdir. Ota ona murt bo'ladi, qadrini bil. Sen deb ko'zi to'rt bo'ladi, qadrini bil. Ota ona murt bo'ladi, qadrini bil. Sen deb ko'zi to'rt bo'ladi, qadrini bil. Bolangni ham bolam deydi, qadrini bil. Ular bilsang sharoboning, bog'boningdir. Ular bilsang kuch quvvating, darmoningdir. Otangni sen jon aylagil, ranjitma hech. Onangni sen shon aylagil, ranjitma hech. Har so'zlarin non aylagil, ranjitma hech. Ular bilsang nigohboning,
müjganingdir. Ular bilsang kuch quvvating darmoningdir. Ular bilsang sharoboning bog'boningdir. Aya farzand, aya farzand, ota-onang gar tirikdir. Ahmet aytar gardi foyil ko'zingga sur. Rıza bulsa, rıza bulsa ular sendan baxting yurur. Yoksa bugun külfatingdir, armoningdir. Otang bo'lsa qadding baland, tog' erursan. Onang bo'lsa shahding baland, bog' erursan. Duolardan bag'ring bütün bağırırsan. Ular bilsang sharoboning bog'boningdir. Ular bilsang kuch quvvating darmoning. Ular bilsang tayanchingdir, posboningdir. Ular bilsang nigohboning müjganingdir. Ular bilsang kuch quvvating darmoningdir. Rahmat.